Kechga u bu joyga ovqatlangani boraylik. Nima? Bir o'zim zerikyapman-da. Barakamni yo'qotib sizga ilakishmayman, chunki meni chiroyli oilam bor. Sizga ham bitta maslahat beraman. Ko'chada itga o'xshab har kimga ilakishgandan ko'ra bittasiga vafodor bo'lganingiz yaxshi. Agar shunaqa ishlarni yana qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga boshqa joydan ish toping. Chunki menga bunaqa xodimlar kerak emas. Xo'p. Qarang, sizga zo'r sovg'a olib keldim. Qishda issiqqina kiyib yurasiz. Voy, issiq kiyinagani bu. Mashalloh, zo'r yarashdi. Ishlaring yurishib ketsa, mana shunaqa sovg'alarni ham olarkanmiz-da. Endi tez-tez sovg'a berishga harakat qilaman. Sizga rahmat, to'ydan oldin bergan hamma va'dalaringizni turganingiz uchun. O'zi to'ydan oldingi berilgan va'dalarga hushyor bo'lish kerak. Bu unutiladigan narsa emas. Hozir va'da berib va'dasida tura olmaydiganlar ko'paygan. Lekin har bitta berilgan va'da uchun qiyomatda birma-bir so'raladi odam.